Assalomu alaykum hurmatli ustozlar hamda abituriyent yoshlar. Fizika fanidan ushbu Innova kitobdan yechimlarni boshladik. Bugungi ikkinchi mavzu yechimlarni berishni boshladik. Demak, ushbu ro'yxatdagi misollarni bugun yechimini qilamiz. Demak, ikkinchi mavzu to'g'ri tekis harakat. 9-masalani o'qishni boshladim. Uzunligi 480 metr bo'lgan poyezd tekis harakatlanib, demak, poyezd uzunligi L1 deb qaraydigan bo'lsak, L1 480 metr tekis harakatlanib 720 metr uzunlikdagi ko'prikdan 2 minutda o'tdi. Poyezd tezligini toping. L2 deymiz, ko'prik uzunligini. L2 barobar 720. T vaqtda, demak, T 2 minut. Tezligini topishimiz kerak ekan. Tezligini qaysi birlikda topishimiz kerak ekan, shunga ahamiyat berib qo'yamiz. Metr taqsim sekundda chiqarib ko'ramiz hozir. Agar kalitlarda yo'q bo'lsa, kilometr taqsim soatga o'tkazamiz. Demak, tezlik topish uchun umumiy uzunlikni bo'lamiz vaqtga. 2 minut sekundga teng. Demak, 120 sekund olib ketamiz. L umumiy degani ikkovini yig'indisi. Demak, 480 plus 720 taqsim 120 qo'shadigan bo'lsak, 1200 taqsim 120 qisqaradigan bo'lsa, 10 metr taqsim sekund javobimiz chiqyapti. Demak, kalitlarga qaraydigan bo'lsak, 10 metr taqsim sekund kalitda yo'q ekan. Shuning uchun kilometr taqsim soatga o'tkazib qo'yamiz. Bu 10 metr taqsim sekundni 3-6 ga ko'paytirsak, 36 kilometr taqsim soat degan javob chiqyapti bizda. Bizda ushbu variant A javobda berilgan. 12-masalaga o'tadigan bo'lsak, uzunligi 200 metr bo'lgan poyezd 10 tezlik bilan harakatlanib, uzunligi 300 metr bo'lgan tunnelga kirib bormoqda. Necha sekunddan keyin tunneldan butunlay chiqib ketadi? Demak, poyezd uzunligi L1 deb oladigan bo'lsak, 200 ga teng ekan. Tunnel uzunligini L2 deb olyapmiz. Bu 300. Poyezd tezligi V barobar tezligi 10 metr taqsim sekund. Qancha vaqtdan so'ng chiqib ketadi? L umumiy taqsim V. L umumiy. Demak, ikkovini uzunligini qo'shamiz. 200 plus 300 taqsim tezligi 10. 500 taqsim 10. Nollarni qisqarsa 50. 50 sekundda chiqyapti bizda javob. A javobga to'g'ri kelyapti bu. Demak, 17-masalaga qarayapmiz. 17-masalada magnitofon o'ragichiga oid ekan. Demak, magnitofon o'ragichi 4 metr taqsim sekund tezligi bilan 50 sekundda tasmani o'rab bo'ldi. Agar o'ragichining boshlang'ich radiusi 3, oxirgi radiusi 7 bo'lsa, tasmaning qalinligini toping. Demak, dastlabki radius 3 ga teng ekan, oxirgisi 7 ga teng ekan. Bu nima degani? Radiusi dastlab mana bu kichik radius 3, boshlang'ich o'ragich o'rashdan avval dastlabki radius bu bo'lsa, oxirgisi o'rab bo'lgandan so'ng eng uzun aylana hosil bo'ladi. Dastlab eng kichik aylana, ya'ni agar mana shu yerdan qirqib yerga yotqizib chiqsak, bitta aylanalarda mana shu trapetsiya hosil bo'ladi. Mana shunday. Endi qalinligi nima? Qalinligi mana shu bir dona tolasini qalinligini so'ragan. Mana lupada yaqinlashtirib ko'rsatadigan bo'lsak, D mana shu qalinligini so'rabdi bizdan. Xo'p, demak, qalinligini topadigan bo'lsak, qanday ishlaymiz bu masalani? V tezligi bilan T vaqtda umumiy mana shu doirani, ya'ni ichi g'ovak doirani hosil qilgan. Mana shu doirani yuzini, ichi bo'sh doirani yuzini
Mana bu hosil bo'lgan trapetsiyani yuziga tenglab qo'ysak bo'ldi. Shundan kelib chiqadi. Faqat ba'zi bir tushunarsiz holatlarga yechim topib ketamiz biz hozir. Mana qarayapsiz. Dastlabki aylana mana kichigilana. Qirqqanimizda dastlab birinchisi, keyingisi va hokazo bir xilda ortib boradida oxirgi aylana mana bu tashqi aylana, mana bu oxirgi L2 uzunligi, oxirgi aylana bo'ladi. Aylana uzunligi 2πr R1 2πr2 formulani yozib qo'ydik. Endi nechta mana shu aylana uzunligini nechta n-ta deb qarayapmiz. N-ta desak, xo'p, buni yuzi nimaga teng? S barobar n ko'paytiruv. Qarang, L1 ga ham L2 ga ham ko'paytira olmayman. L o'rtacha desam bo'ladi. Ya'ni trapetsiyaning yuzi nima edi? L S teng LH edi. To'g'rimi? H bizda n ga to'g'ri kelsa, L o'rtacha chizig'i. Ya'ni o'rtachasini olib ketamiz bu yerda. L o'rtacha L1 plus L2 taqsim 2 olsak bo'ladi bunga. O'rtacha. S topdik. Bundan S yuzani hosil qilgan uzunlikni hisoblab qolamiz. Ya'ni S uzunlik V tezligi bilan T vaqtda aylanib to'lgan. Mana shu kalsov. Ikkovini tenglab olsak, bizda V ko'paytiruv T barobar N ko'paytiruv L1 plus L2 taqsim 2 formula hosil bo'lyapti. Endi qayerdan olaman? Endi qarang. Bir dona tolani qalinligi D deb qaraydigan bo'lsak, D qalinligidan nechta? N-tami? Mana bu yerda n-ta deb qaradik. Demak, o'sha n-ta nimaga teng bu qalinlik? Umumiy radiusdan kichik radiusni ayirsak, mana R2 minus R1, mana shu D qalinlikni n ga ko'paytirganimga teng bo'ladi. Hamma tushundi deb umid qilaman. Ya'ni D qalinlikdan nechta n-ta? Buni qalinligi nima? R2 minus R1. Demak, mana bu yerdan n ni topadigan bo'lsak, biz n teng R2 ayru R1 bo'lamiz D. Ana shu formulani mana bu yerga qo'yamiz. N o'rniga olib qo'ysak, V ko'paytiruv T teng R2 ayru R1 taqsim D. Ko'paytiruv mana bu formulalarda qo'yib yorsak, L1, L2 ni topishdi. Ya'ni 2p ni olib chiqib ketdim. R1 plus R2 taqsim formulada 2. 2 lar qisqartirib yorsak ham bo'ladi. Ana endi a plus b a minus b qisqa ko'paytirish formulamiz a kvadrat minus b kvadratga o'zgarardi. D ni u tomonga ko'paytirmoq chiqarsak, D ko'paytiruv V ko'paytiruv T teng ekan. P ko'paytiruv R2 ning kvadrati minus R1 ning kvadratiga. Mana bu yerdan D ni topib qo'ysak, demak D barobar P ko'paytiruv R2 ning kvadrati ayru R1 ning kvadrati taqsim V ko'paytiruv T degan formula hosil bo'lyapti bizda. Mana shu formulaga qo'yib hisob-kitob qilib qo'yamiz. Bizda B javob chiqadi. Hisob-kitob qilib qo'yasizlar. Demak, 17 ni javobi 0.06 mm chiqadi qalinlik. Keyingi misolimiz bizda 22-masala. 22-masalada A va B punktlardan bir-biriga qarab ikki velosipedchi yo'lga chiqdi. Ular B punktiga 30 km qolganda uchrashadi. Manzilga borib qaytishda esa A punktidan 18 km uzoqlikda uchrashdi. Punktlar orasidagi masofani toping. Demak, 22-masala. A va B punktlar chizadigan bo'lsak, A va B punktlar orasidagi masofa
aytaylik, mana bu yerda A dedik, mana bu yerda B deb oldik. Adan A punktdan aytaylik, birinchi jism V1 tezlik bilan yo'lga chiqsin. Ikkinchi jism V2 tezlik bilan yo'lga tushyapti. B'dan. Va B punktga 30 km qolganda 30 km Bga 30 km qolganda uchrashdi ular. Demak, bu mana bu yerga keldi. Aynan shu vaqtda Bdagi jism ham keldi. Velosipedchi. Endi umumiy masofani biz agarda S deb oladigan bo'lsak, bu bosib o'tgan yo'l 30 ga teng, bunisi bosib o'tgan yo'l S ayru 30 ga teng. T bir vaqtda hosil bo'ldi shu jarayon. Birinchi holat bu. Ana endi uchrashgandan keyin harakat to'xtamayapti. Harakat davom etyapti-da. Uchrashgandan keyingi chizmani pastga chizadigan bo'lsak, demak, ular uchrashyapti. Hali ham o'sha yo'l S ga teng va endi harakat qayerdan? Uchrashgan nuqtadan davom etyapti. Endi V1 tezligi bilan velosipedchi birinchisi B tomonga qarab yo'lini davom etdi. Hop, ikkinchi velosipedchi esa mana shu nuqtadan A tarafga qarab davom etdi. V2 tezlik bilan, birinchisi V1 tezlik bilan. Va bu A tomonga qarab kelyapti-da. Qayerda uchrashyapti? A'dan 18 km masofa qolganda uchrashyapti ekan bular. Demak, 18 km qochiramiz A'dan. Endi bu B ga borib qaytib keldi. Demak, borib qaytib keldi. Jism mana shu nuqtaga keldi. Aynan shu vaqtda bu A ga kelib, A'dan qaytib bordi. Qaytib keldi mana shu nuqtaga. Xo'p, endi bosib o'tgan yo'llarni hisoblaydigan bo'lsak, qizildagi V1dagi, qoradagi V2nikini hisoblaymiz. Ofshisi bizda S edi. Mana bu yer 18 bo'lsa, ana bu yer necha bo'ladi? S ayru 18 ga to'g'ri keladi bizda. Mana bu yerda ham hisob kitob bizda bor, 30 ga teng. Bu ikkinchi holat. Birinchi holat uchun tenglama tuzyapmiz. Birinchi holatda demak 30 kilometrda kim bosib o'tgandi? 30 teng ekan V2 ko'paytiruv T1. V2 ko'paytiruv T1. Endi S ayru 30 da kim bosib o'tdi? V1 bosib o'tdi. Qaysi vaqtda? T1 vaqtda. Sistema. Ikkinchi holat uchun T2 vaqt berdik. T2 vaqt berdikda. V1 qaysi masofani bosib o'tyapti? Demak, V1 30 bosib o'tdi plus S minus 18 bosib o'tdi. 30 plus S ayru 18. Qaysi biri? V1 qaysi vaqtda? T2 vaqtda. V1 ko'paytiruv T2 vaqt. Ana endi V2 tezlik bilan harakatlangan velosipedchi qaysi masofani bosib o'tdi? Ya'ni bundan bungacha S minus 30 ga teng edi. Mana masofa oraliq va plus 18 bosib o'tdi. S minus 30 plus 18 teng V2 ko'paytiruv T2 sistema. Agar noma'lumlar ko'payib ketsa, nisbat olsak, qulaylashadi misolimiz. Ya'ni har ikkala tomondan nisbat olsak, bizda T1lar qisqarib ketdi, T2lar ham qisqarib ketdi. Birinchi holatda V2 bo'luv V1. V2 bo'lamiz V1. 30 taqsim S minus 30 ga teng ekan. Buni yuqorini pastga bo'lib yubordik. Endi ikkinchi holatda pastdagi
tengligi yuqoriga bo'lib yuboraylik. Shunda v2 taqsim v1 hosil qilamiz. v2 taqsim v1 teng ekan. Nimaga teng bo'ladi? -30 va +18. Oradagi farq s minus v2 ni to'g'risida bo'la turibdi. S minus 12 taqsim s minus 12 taqsim. Xo'p, buni son hisoblaydigan bo'lsak, v1 to'g'risidagi 30 dan 18 ayrsam s plus 12 hosil bo'lyapti. Mana endi v2 taqsim v1, bu ham v2 taqsim v1 demak, mana bu ikkala sistemadan ikkala nisbatimiz o'zaro teng ekan. Nima uchun? Chunki har ikkalasi ham v2 taqsim v1 ga teng. Tenglayveramiz. 30 taqsim s minus 30 teng s minus 12 taqsim s plus 12 ga. Xo'p, qaychi usulni ko'paytirib olsak agar 30 ko'paytiruv s plus 12 teng s minus 30 ko'paytiruv s minus 12. Demak, ko'paytirib chiqyapmiz xadma-xad. 30 da s qo'shuv 30 ko'paytiruv 12 teng ekan s kvadrat ayruv 12 s minus 30 da s ko'paytirsak plus 30 ko'paytiruv 12. 30 ko'paytiruv 12. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa tenglikda o'ng va chap qismlari. Bizda nima qilyapti? Mana bu yerda o'xshash xatlar bor ekan. 12 minus 12 minus 30. Qo'shib yuborsak minus 42 bu tomonga olib o'tadigan bo'lsak tengligi chap qismiga. Bu tomonda 30 bor, sherik. 30 ga 42. 72. 72 s teng. Bu tomonda s kvadrat o'zi qolyapti. Kvadrat bilan s qisqarib ketadigan bo'lsa bizda s teng 72. A va B orasidagi masofani s deb belgilagandik va javob chiqyapti bizda 72 D variant. Bo'ldi. Xo'p, keyingi misolimiz 23. 23 da aytilyaptiki, yerdan 135 metr balandlikdan uchib ketayotgan dronning razvedkachi durbin yordamida nazorat qilmoqda. Biror paytda dron vertikalga nisbatan 45 burchak ostida ko'rindi. Shundan 6 sekund o'tgach 53 gradus burchak ostida ko'rindi. Bu ma'lumotlardan foydalanib dronning tezligini aniqlang. Demak, dron tezligini aniqlashimiz kerak ekan. Dronni biz kuni to'g'richisi bo'ylab uchdi deb qaraymiz. Demak, mana shu masofani topishim kerak. Uning uchun nima qilaman? S masofani topib olsam, vaqtga bo'lsam 6 sekundga o'sha tezlik kelib chiqadi dronni. Dron mana shu tomonga qarab va tezlik bilan harakat qildi. Demak, chizmalar chizadigan bo'lsak, ko'rinadigan qilib chizadigan bo'lsak, mana bu yer uchburchakka qaraydigan bo'lsak, to'g'ri burchakli, teng tomonli uchburchak bo'lib qoldi. Mana bu yer 45 gradus bo'lsa, bu yer ham 45 gradus. Demak, h balandlik berilgan bizga. H 135. Ya'ni mana bu balandlik 135. Bu degani mana bu yergacha bo'lgan masofa ham 135 ga teng. Endi ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchakka qarayapmiz. Balandlik 135 ga teng bo'lsa, mana bu yer 53 gradus. Men umumiy masofani topishim kerak. Umumiy masofani x deb qaraydigan bo'lsam, tangens alfani qo'llasam bo'lar ekan bu yerda. H, ya'ni tangens 53 gradus qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati shu burchakka. Demak, tangens 53 gradus teng x taqsim h. Endi tangens nima o'zi? Sinus 53 gradus taqsim kosinus 53 gradus. Sinus kosinus qiymatlari berilgan bizga o'rniga qo'ysak, demak x taqsim 135 teng bo'lar ekan sinus 53 da
0,8 kosinus 53 da 0,6 berilgan. Qisqartirsak, to'g'riga 3 bilan 135 qisqaradi. Buning ichida 4 ta 45 bu bitta. 45 da demak 4 ga ko'paytirsam x kelib chiqyapti. X barobar 180. X qaysi masofa edi? Boshidan oxirigacha masofa. Men S deb olgandim, mana bu masofani. O'sha masofaga parallel ravishda mana bu masofa ham S ga teng. Demak, S topish uchun umumiy x dan ayirishim kerak 135 ni. 180 dan ayiramiz 135 ni. Shunda S 45 ligi ma'lum bo'lyapti. 45 metr. Demak, S 45 bo'ladigan bo'lsa, boshida aytganimdek 6 ga bo'lamiz. Tezlik kelib chiqadi. V barobar S taqsim T. 45 bo'lamiz 6. Hozir metr taqsim sekundda chiqyapti. Javoblarga qaraydigan bo'lsak, aniq qiymatlar va kilometr taqsim soatda so'ralgan ekan. Shuning uchun 3 6 ga ko'paytiramiz. 3,10 ni 36 taqsim 10 qilib yozib olyapman-da. Qisqartirsam 1 ga 6. 5 ga qisqartsak 2 ga 9. 2 bilan 6 qisqaradi. 1 ga 3. 9 kere 3 qolyapti. Yuqorida 27 D javob. Demak, bizda keyingi misol 24. Jism gorizont bilan 60 gradus burchak hosil qilgan qiyalikdan 20 tezlik bilan yuqoriga tortilmoqda. Shu jismning vertikal va gorizontal yo'nalishdagi tezliklari qanday? Demak, biz gorizontga nisbatan 60 gradus burchak ostida joylashimiz kerak. Mana gorizontal to'g'risiq chizamiz. Gorizont. Mana endi gorizontga nisbatan 60 gradus. Mana bu vertikal to'g'risiqimiz va bizda to'g'ri burchakli burchak hosil bo'lyapti. Gorizontga nisbatan 60 gradus degan burchak, mana bu burchak va mana shu yo'nalishda tortilyapti ekan. Va tezlik bilan tezligimiz 20 va barobar 20. Bu burchak 60 bo'lsa, bu burchak 30 gradus bo'ladi. Hop, men birinchi darsda o'rgatgandim. Demak, tezliklarimiz proyeksiyalari va y bo'yicha vertikal va vx gorizontal tezlik va x va y topishimiz kerak. Demak, boshida o'rgatgandim. 30 gradus qarshisida nech turgan bo'lsa 90 gradus qarshisidan 2 barobar katta bo'ladi. Endi shuni teskarisiga ishlatsak, 90 gradus qarshisi nechi bo'lsa, 30 gradus qarshisi 2 barobar kichik bo'ladi shundan. Demak, 22 ga bo'laman. 10 metr taqsim sekund. Va o'sha gapning davomi bor edi. 30 gradus qarshisi necha bo'lsa, 60 gradus qarshisi ildizosi 3 marta katta bo'ladi. 10 ildizosida 3. Demak, ildizosi 3 dan taxminan 1,73 chiqadigan bo'lsa, ko'paytiraman shuni. 17,3 ondan metr taqsim sekund. Bu vertikal tezligi. Bizda A javob bo'lyapti. Demak, bizda keyingi misol 26-misolga qarayapmiz. Jism koordinatalari 2,11 bo'lgan nuqtadan koordinatalari 9,35 bo'lgan nuqtagacha ko'chdi. Uning ko'chish moduli qanday? Demak, biz koordinatalar sistemasini chizib olishimiz kerak. Koordinata o'qini chizadigan bo'lsak, mana bu o'q y o'qi va bunisi x 0 nuqta koordinata boshi. Endi belgilash kirityapmiz. Koordinatalarni belgilab chiqamiz. 2,11 9,35 2 ga x dan 2 y dan 11 bo'lgan nuqtani belgilayapmiz. Mana shu nuqta, mana. Endi 9 ga 35.
9 ga 35. To'qqiz 35 nuqta, demak koordinatalarni birlashtiradigan bo'lsak, umumiy nuqtaga olib boramiz. Mana shu nuqta 9:35 koordinataga ega. Bunisi 2:11 koordinataga ega. Jism shu nuqtadan keyingi nuqtaga ko'chdi. Xuddi shunday harakat qilgan jism A nuqtadan B nuqtaga ko'chgan. Uning ko'chish moduli qanday? Ko'chish moduli, ya'ni L topishimiz kerak ekan. L topish uchun nima qilamiz? Demak, mana bu masofani topadigan bo'lsak biz x o'qidan masofa topamiz va y o'qidan mana bu masofani topadigan bo'lsak 90 gradus bilan Pifagorga tushib qolyapti o'zi. Uning uchun nima qilaman? 9 dan 2 ni ayiraman. Mana bu masofa 7 lik kelib chiqyapti. Bu tarafdagi masofani topish uchun 35 dan 11 ayiraman. 35 dan 11 ayirsak 24. L kvadrat teng 7 ning kvadrati plus 24 ning kvadrati. L barobar ildiz ostida demak 49 plus 576 bo'lyapti. Hisob kitob qiladigan bo'lsak buni L teng ildiz ostida 625. L barobar 25. L barobar 25. Bizda demak javobimiz E javob bo'lyapti. Keyingi misol 28. Ikki jismning harakat tenglamalari x1 25 plus t va x2 85 minus yarim t ko'rinishiga ega. Ularning uchrashish vaqti va joyi aniqlansin. Demak, x1imiz bizda 25 plus t ga teng va x2miz teng 85 ayru 0.5 t ko'rinishida. Uchrashish vaqti, uchrashish joyi so'ralganda x1 koordinata x2 ga teng bo'ladi. x1 ni x2 ga tenglaymiz. Demak, 25 plus t teng 85 ayru 0.5 t. Buni u tarafga 25 ni o'ng tarafga olib o'tadigan bo'lsak 1,5 t barobar 85 dan 25 ayiramiz 60 ga teng. Qisqaradigan bo'lsa t barobar 40. Kalitlarga qarasak o'zi A javobda 40 varianti bizda bor ekan, qolgan javoblar 40 yo'q. Shuning uchun A ni belgilayapmiz. Rasmda daraxt sanoq jismi, unga bog'langan koordinatalar sistemasi va harakat boshi hamda oxiridagi soatning ko'rsatkichlari keltirilgan. Mazkur rasmda ko'ra avtomobilning x barobar xt, ya'ni x ni koordinata vaqtga bog'lanish harakat tenglamasini tuzishimiz kerak ekan. Demak, bizda dastlab 9:05 da jism mana shu nuqtada bo'lgan. Bu x0 deb olamiz, boshlang'ich vaziyat va oxirgi vaziyatni x deb olamiz. X 3600 ga teng ekan. Demak, 9:08. Oradan qancha vaqt o'tdi? T barobar 3 daqiqa, ya'ni 3 kara 60 sekundga o'tkazsam 180 sekund vaqt o'tyapti. Buni tezligini topishimiz kerak. Tezligini topsak x teng x0 plus v ko'paytiruv t ga qo'yamiz. Vaqt qayerdan topaman? Mana bu yerdagi masofa bor bizda. 3600 dan 1800 ayiradigan bo'lsak, S kelib chiqadi. S barobar 1800. V barobar S taqsim T. 1800 bo'lamiz 180. 10 metr taqsim sekund tezligi bo'lgan ekan. x0 1800 bo'lgani uchun x0 o'rniga yozaman. V kelib chiqdi. Va o'rniga 10 ni olib kelaman. Bizda tenglama hosil bo'lyapti. 1800 plus 10 t. Javoblarga qaraydigan bo'lsak, bizda javob C javob hosil bo'lyapti. Keyingi misolimiz 37. Harakat x barobar 4t minus 2t kvadrat, y barobar 3 ko'paytiruv t minus
0,5 ta kvadrat. Tenglama bilan berilgan moddiy nuqtaning trayektoriya tenglamasini ko'rsating. Demak, trayektoriya tenglamasini tuzish uchun bizda x barobar 4 ta ayru 2 ta kvadrat bor ekan. Y barobar 3 ko'paytiruv t minus yarim ta t'ning kvadrati berilgan. Trayektoriya tenglamasini tuzish uchun o'rtoqlar x dan t ni topib y ga olib borib qo'yamiz o'sha t ni o'rniga. Ya'ni t ni x orqali belgilab olib, y dagi vaqtni o'rniga qo'yamiz. Shunda bizda S javob chiqyapti. Hisob-kitob qilib qo'yamiz buni. S javob chiqadi. 38-misolga o'tadigan bo'lsak, 38 da jism x y tekisligida harakatlanmoqda. Quyida aytilgan qaysi biri uning harakat trayektoriyasi bo'lishi mumkin? Eslab qolamiz. Harakat trayektoriyasida vaqt qatnashmaydi. Faqat x va y dan iborat bo'ladi. Shunga ko'ra vaqt qatnashganlarini chiqarib tashlaymiz variantlardan. Javob chiqadi, S javob chiqib ketadi, B va D chiqib ketadi. Bizda A javob qolyapti. Ya'ni y barobar 8x plus 11. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi video darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.